Masalan, Muhammad Sodiq bilan ham 2-3 marta bo'lgan bunaqa hodisa. Isitmasi umuman tushmagan, qusurgan, bolam holdan toygan, to'liq holdan toyib, bizani уже 1 yoshli bo'lganda reanimatsiyaga yotqizishgandi. O'sha vrachlar aytganki, bitta ilgirga chaqirib, ilgir oldirib ko'rishlarni ham deyishgandi. Keyin men shunda ishonmaganman. Keyin bitta tanishimning qizi Ferzapa mana shunaqa bor narsa bizda To'ytepada hamma dedi, bolalarni birinchi ilgirga olib boradi, keyin tuzalmasa vrachga olib boradi dedi. Xullas, mayli deb bitta qilib ko'raylikchi dedik-da, Muhammad Sodiqqa chaqirib, o'zini chaqirganmiz. Chaqirib, больницаga kelib, shunda tomog'ini ko'rganda, nima qildinglar bu bolani shuncha payt qiynab deb, shunda qo'lini spirtlagan xo'jayinim ham bor edi. Ishonmaydilar unaqa narsaga. Qo'lini spirtlab, qo'lidan bitta mundoq qildi, tomog'idan shunday kartoshka po'choq chiqdi.